Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xayrli tong. Mana bugun 3-may. Moskva vaqti bilan ertalabki 7. O'zbekiston vaqti bilan 9 bo'lyapti. 2,5 soat oldin yo'lga chiqqanman. Shu 5 bo'mida 4,5lardan o'tib qolganda yo'lga chiqqanman. Kecha charchab qolib yo'lda to'xtadik. Sahar o'rnimdan turib yurishni boshladim. 200 kilometrdan oshiq o'sha yo'lni bosib o'tdim. Orenburg qolib ketdi orqada. Qozog'iston granitsasini yo'liga tushib olganman. Granitsaga 100 kilometr bor. Ileski degan shaharga kirib kelyapmiz. Hozir Ileskiga to'xtab choy ichib olamiz. Yo'lda gaylar bor, hozir ko'rasizlar. To'xtatadi. Siz radar ta'sir hududidasiz. Orqa tomondan radar. Radar yo'q. Aytdim men, yo'lda to'xtatadi deb. Ko'rgan to'xtatadi bular. Orqa tomondan radar. Radar yo'q. Meni qo'yvardi, nargilarni olib qoldi. Menimcha ichida passajirlarning dokument yo'qlari ham bor shekilli. Endi umuman passajir yo'q, dokumentlarim to'g'ri. Qo'yvardi. Hammasi yo'lga chiqib oladi bular. Mana shu sho'pirlar boqadi bularni bolalarini. Planchilarni. Ashtaqa hali bu oxiri ham emas. Yo'q, boshi ham emas. Milliontasi to'sdi. Chegaraga 100 kilometr qoldi. Mashaqqacha bir 20 ta 30 tasi to'sgan bo'lsa, bu yog'iga ham xuddi ana 100 kilometrga 20 ta 30 tasi chiqib oladi. To'saveradi. Bitta posti ikkita satrudnikini bu yoqqa qo'yib beradi, ikkitasi postda turadi, yana ikkitasi nar yoqqa borib turib oladi. Bir-biriga svyazda bo'lib turishadi. Qo'londaqa mashina ketdi, ichida passajiri dokumenti yo'q ekan, passajirlarim deb aytadi. Sho'pirlarga ham oson emas qatnash. Havas ham emas. Endi bu tirikchilik. Ehtimol mobil radar. 70 ta. 600 metr. Bunaqa gaplar. Mayli. Mavzu o'zgarib ketib qoldi, gay yo'lga turgani uchun. Xullas, ertaman soat 5:30lar atrofida yo'lga chiqdim. Orenburg portda qoldi. Chegaraga qarab ketyapmiz. Chegaraga yana 100 kilometr. Leski degan shahariga kirib kelyapmiz hozir. Orenburg oblasti Granitsaga yaqin shahar. Ashitda o'zbek kafe bor. Dashikka kirib choy ichib, undan keyin chegaraga qarab yo'l olamiz. Chunki chegarada necha soat turishimizni bilmaymiz. Darrov o'tib ketmasligimiz aniq. Chegara atroflarida kafe hech nima yo'q. Lekin Qozog'istonga o'tilishiga hamma yo'l bor. Qozog'istonga o'tmaguncha necha soat vaqt ketishini hech kim bilmaydi. Mana shunaqa gaplar. Endi bugungi kunda ham sizlar bilan birga o'tkazamiz.
Ana Solineskega ham yetay deb qoldik. 500 metr. Ana o'rtoqlar, Solinskiga ham yetib keldik. Bu Solinski Orenburgskiy oblast bo'ladi. Granitsaga eng yaqin bitta shahar. Bu yerdan yana 74 kilometrmi, 75 kilometr bor Granitsagacha. Endi hozir mana shu yerda choy ichib olamiz. Undan keyin chegara qaydasan deb ketamiz. Rayhon choyxonasi ekan. Endi men bu Rayhon kafesiga kirmaganman. Faqat videoga olay deb tushgan yerim hozir. Yana bitta choyxona bor. O'sha yerga kiraman. Gaz to'ldirish stansiyasi 300 metr. Ana o'rtoqlar, kelib tushdim. Xullas, jimpiramga yuvib oldim. Hozir rosa yomg'ir quyayotdi. Rossiyada ham yomg'ir yog'ar ekan o'rtoqlar. Rossiyaga chiqqanlar Rossiya ishonmagan ekanman. Endi ko'zim bilan ko'rdim. Yomg'ir yog'ar ekan Rossiyada ham. Xullas sovuq yomg'ir yog'ib turibdi. Ana makka parkovka qildik. Endi zavtrak qilamiz. Qani ketdik bo'lmasa zavtrak degani. Xullas ovqatni zakaz qilib qo'ydik. Ko'chirtimiz kelishini kutib o'tiribmiz. Qo'limga 50 raqam berdi. 50 deb baqirganda egasini topib olar ekan. Nomer bilan chaqirar ekan. Mana mash 50 ni bergan. Va nihoyat bizniki keldi. 50 bizda mana.
vaqtimiz keldi. Choyni ichib qorinni to'g'rilab olib, yana yo'lga chiqamiz. Qani kelar bo'lmasa choyga birgalashib choy ichamiz. Biz mashinamiz bu yerda. Choyni ichib chiqdik. Yana kamiga termizimizga choy ham damlab turib oldik. Xullas, voditorlarni hurmat qiladi. Biz yaxshi oshxona. Mana o'rtoqlar, qorin ham to'ydi. Endi yo'lda davom ettiramiz. Xullas, choy ichganimiz yaxshi bo'ldi. Tamojnida qancha qolib ketishimizni hech kim bilmaydi. Balki borib 1 soat 2 soatda o'tib ketarmiz. Balki 6-7 soat qolib ketarmiz. Oldindan biror narsa deya olmaymiz. Endi bo'lmasa ketdik. Yana bitta nima, hozir Petyorechka, oxirgi Petyorechka bu yer. Undan u yog'i cho'llardan iborat, magazin ham yo'q. Mana shu yerda endi ichimlik, flesh-mleshlarimizni olib, yo'l davom ettiramiz. Ketdik bo'lmasa. Mashinani parkovka qildik, endi magazinga kiramiz. GPS ulanmoqda. Xullas, napitkalarni oldim. Non yemasam yemayman, flesh ichaman ama. Prikol. O'rtoqlar, Iletskiyda posti bor hozir. Mana shu postga ham bir salom berib o'tamiz. Hamma o'zbek mashina, Tojikiston mashina, Qirg'iziston mashina bizlarga salom berdiraveradi. Keyingi militsiya nazorati 100 metr.
Ha, tekshirdi. Qo'yvardi. Passajirlarim yo'q. Asosiy ular voditeldan ayb oqtarishmaydi. Shu passajirlardan ayb oqtaradi. Chunki ko'proq Rossiyadan ishlab kelayotganlardan ayb oqtaradi. Shoferni bilishadi. 14 kun 15 kunda qaytib chiqib ketish kerak. Kirgandan keyin ular shu o'zini vaqtida chiqib ketadi. Narusheniya qilishmaydi. Shoferdan ayb oqtaraman deyish mumkin. Pravasini texpasportni ko'radida, eng glavniy страховой polising bormi yo'qmi deydi. Endi shuni ham qilmaydiganlar borda, страховой polis. Ashlardan ayb oqtarish mumkin. Endi meni hamma yo'g'im joyida. Joyida deb o'ylayman men. Mana endi 75 kilometr yursak, xudo xolasa Rossiya Qozog'iston postiga kirib kelamiz. Yana bitta nima? Xullas, videolarimni tomosha qilayotgan yana podpischik, siz deyapti, Yalta tarafdan kelyapsiz, nimaga Orenburgdan o'tyapsiz aylanib? O'zinki postdan o'tmadingizmi deb yozibdi. O'zinki post Saratov, haqiqatan aylanib kelganman. Agar shu postdan o'tsam, ertaroq granitsa Qozog'istonga kirishim mumkin. Lekin aylanib kelsam ham Qozog'istonga kiraman, u yerga kirsam Uralskiy oblastiga kiraman. Bu yerdan kiradigan bo'lsam, Aktubiy oblastiga kiraman. Shu o'rtada 70 kilometr men endi uzoqroq yurib qo'yganman. Yana bir taraf u postga o'zinkiga kirmaganim, 400 kilo yukim bor. Hammasini tushirtiradi, chachib tashlaydi. Itlarini olib kelib chashtirib yuboradi. Shu uchun postga yurganim yo'q. Shu 70-80 kilometr uzoq bo'lsa ham shu Orenburg postga kelyapman. Endi unda qilib chachib tashlamaydi, bitta ikkita yukni tushirtirish mumkin. Lekin o'zinki postga o'xshab qo'lni yerga tushirtirib chashtirib tashlamaydi. Shunaqa gaplar. Qani ketdik bo'lmasa. Qarab kelyapmiz. Furalar menimcha rosa ko'p. Probka furalar, hozir ko'rasizlar o'zingizlar.
va nihoyat tamojniga yetib keldik. Moskva vaqti bilan 10:30 bo'ldi. Endi qanchada o'tishimizni bilamiz. To'g'risi bu yoqni syomka qilib olmayman, mumkin emas syomka qilish. Narusheniya qilib qo'yaman. Qani endi o'taylikchi, ne soatda o'tamiz ekan. O'rtalar Rossiyaning tamojnisidan o'tdik. Hozir Qozog'iston tamojnisida o'tiribman, lekin bu yerdan ham o'tib oldim. Pechatni bostirib oldim. Mashinaning nimasini ham o'tkazib oldim, yuklarni. Endi oldimizda mashinalar bor. Qachon ashlar yursa, keyin yurib darvozadan chiqib ketamiz. Ungacha qator o'chirtda mashina. Ashlar yursa yuramiz, bo'lmasa turamiz. Xudoga shukr. Qiyin bo'lmadi ikkalasidan ham, Rossiyadan. Rossiya darvozasidan kirib chiqquncha 15 minut, 20 minut o'tib oldim. Qozog'istonda jinday turib qoldik. Endi jinday tursak ham hozir chiqqanimizda bilamiz. Necha minut o'tganimizni. O'rtalar mana mashina qilib Qozog'iston tamojnidan ham o'tdim. Soat 12:56 ni ko'rsatyapti. Hali aytdim nechida kirganim esimdan chiqib qoldi. Xullas, mana shu orada uje o'tib oldik. Zerikib kelayotgandim, yana ikkita passajir ham oldim tamojnidan. Endi zerikmayman, bular bilan ham gaplashib ketaveramiz. Syomkani ham qilib ketaveramiz. Qozog'istonga o'tdik, yurishni boshladik. через Пензе мебенна, да? Я мече мебенна. O'rtalar shunday qilib hozir Qozog'istonda ketyapmiz. Aktubinskiy oblastidan soat millarimiz Moskovskiy vaqt bilan 14:25. O'zbekiston vaqti bilan 16:25 bo'ldi hozir. Aktubiy oblastida birinchi shahari Xramatov degan tarafga qarab ketyapmiz. Alaykum assalom. O'rtoqlar, Aktubinskiy oblast Xramatov degan shaharda kafega to'xtadik choy ichgani. Choyni ichib bo'ldik, endi yo'limizni davom ettiramiz. To charchaguncha haydaymiz, qayerda charchasak to'xtab dam olamiz.
Mana gaz. O'rtoqlar mana Qorabog'ga ham yetib keldik. Gransadan bu yergacha bir 300-350 kilometr yurib keldik. Esimdan ham chiqib qolyapti. Gransadan bu yerga qanchalik kam 300 kilometr yurib keldik. Hozir Moskva vaqti bilan 7 bo'lyapti soat. O'zbekiston vaqti bilan 9 bo'lyapti. Kechga. Endi yana jinday yuramiz. Kuchimiz yetguncha hozircha sherik bor mana. Gaplashib kelganimiz bilmay qoldik. Bitta o'zim zerikib kelyaptim Yaltada. Chegaradan hamroh oldim. Yana bitta oldim, u hamroh. U Uralsk taraflariga ketaman deb yo'lda qoldi.